Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Hozir sizlarga uyimdagi kichkinagina gulxonamni ko'rsatmoqchiman. Mana ho'sta gulimiz, mana bu rayhonlarim, mana bu yerda bargi tomosha gulim rayhonlarim, mana bu yerda esa ilhom gulimiz deb qo'yarmidi buni nomini. Mana juda katta joyni egallab ochilib turibdi. Mana bu yerda esa gultoji xo'roz gulimiz. Mana juda chiroyli bo'lib o'syapti rayhonlarim. Mana juda chiroyli. Mana bu gulim esa mana juda katta bo'lib, juda katta joyni egallab o'smoqda. Mana ko'rsanglar agar. Mana bu yerda geran gullarim ham juda chiroyli bo'lib tepasida rayhonlar bilan gullamoqda. Mana bu yerda esa mana bu gulimiz juda chiroyli holatda ochilmoqda. Bu yog'i rayhonlarimiz. Mana bu meni mo'jazgina gulxonam. Mana astara gullarimiz ham gullashga tayyor bo'lib turibdi. Mana bu yerda esa mini atir gullarimiz mana juda chiroyli holatda gullagan. Uning yonida esa esmeralda gulimiz. Mana yana astara gulimiz. Mana bu yerda esa popotni gulimiz, geranlarimiz juda chiroyli holatda. Mana bu esmeralda gulim ochilib unchalari ochilib bo'ldi. Endi yana ochilsa kerak. Mana bu yerda mana geran gullarimiz juda katta chiroyli holatda. Piyon gulim va mana bu gullarim. Bu gulni nomini mana bu yerda kichkina oq geran gulim ochilmoqda. Endi mana sizlarga ko'rsatib o'taman astaralarim. Mana bu gullar nomini bilmayman, lekin bu ham juda chiroyli ochiladi. Astaralarimiz unchalayman deb turibdi. Mana juda chiroyli holatda bo'lyapti gulxonam. Mana bu yerda mana bu kichkina gulimiz ham mana. Agar sizlarda ham tuvayda bargi tomoshalar bo'lsa, yerga ovorsanglar juda chiroyli holatda o'sadi tuvaydan ko'ra. Mana bu gullarimiz ham ochilishi kerak edi. Bu gulimiz nimagadir unchala olmayapti. Mana gultoji xo'rozlarimiz gullashni boshladi. Gulimiz ekin chiqarib kelyapti. Mana bu yerda liliya gulimiz bor edi. Bu ochilib bardovый svetda ochildi, gulini to'kdi. Mana bu esa mana juda go'zal holatda. Mana bu esmeralda gulim edi. Bu ham ochilib yumildi. Mana kapalak gullarim ham ochilyapti.
holatda. Mana bu gulni esa mana mana yana mana juda chiroyli holatda. Mana har xil ranglaridan ochilmoqda. Mana mana bu yerda esa kapalak gullarimiz. Mana bu gullardan ham bor. Mana bu gullarimiz. Uni yonida esa juda go'zal holatda atirgulimiz. Mana juda ko'p unchalab ochilib bo'ldi bu gullarimiz.